Yoshlik g'animat davri. Bunda o'zingga kerakli zodi rohilarni tayyorlab ol. Umringga kerak bo'ladigan hamma narsani egallab ol. Chunki ertaga qarasang qila olmay qolasan. Kuching yetmaydi, aqling yetmaydi, imkoning bo'lmaydi. Yoshligingni g'animat bil, qaramay turib, shu g'animatda demak o'zingni o'nglab ol. To'g'ri yo'lga tushib ol, yaxshi inson bo'lib ol. Ana undan keyin inshaalloh qariliging ham go'zal tarzda o'tadi. Xayrli bo'ladi, barakotli bo'ladi. Yoshlar mana shu narsalarni juda aniq bilishlari kerak. Ularga bularni bilishda kattalar, ota-onalari, qavmi qarindosh, yori do'st birodarlari, aka-ukalari yordam berishlari kerak. Yoshlik g'ururlariga ketib, hayollari boshqa yoqqa aylanadigan bo'lsa, tajribali keksalar, ilm ma'rifatli kishilar ularga nasihat qilib, haqiqatni anglatishlari kerak. Nihoyatda zarur bu narsa. Busiz bo'lmaydi. Yoshlar tushunib yetsinlar, yoshlik umrini zoya qilmasinlar. Harom xarishga yurmasinlar. Beodoblik ko'chasiga kirmasinlar. Vaqtlarini zoya ketkazmasinlar. Oltin umrlarini xarob qilmasinlar.